Washington va Nyu-York shahridagi necha 10 kishi ko'chalarga chiqib, Amerika hukumati, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va dunyodagi har qaysi davlatlarni Uyg'urlarga qaratilgan zo'ravonlikni ayblash va Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishiga chaqirdi. Washingtonga joylashgan Sharqi Turkiston Milliy Uyg'onish harakatining qurg'uvchisi Solih Xudoyor Amerika ovozi radiosiga mundaq dedi. 29 avgust atanmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partikomining sekretari Chin Chuango'ning Tibetdan Sharqi Turkistonga yetganligining 4 yilligi. Chin Chuango jazo lagerlari va turmalarning qurilishidagi Uyg'urlarni majburiy emgakka silish va yuqori texnikalik nazorat qilish sistemasi, ya'ni bugun biz bilgan soqchi davlatining qurilishidagi asosli javobgar. Yana bir tarafdan Angliyadagi Tibetlar va Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Londondagi ish bajarish o'rni oldida Chin Chuango'ning Tibet va Sharqi Turkistonda insoniyatga qarshi qabih jinoyatlarning 9 yillik munosabati bilan qora kun namoyishi tashkilladi. Namoyish Angliya Tibet jamoati, Uyg'ur dunyo qurultiyi va Tibet va ziyonkashlikka uchirgan osonliq millatlar ittifoqi qarmoqida tashkillandi. Dünya Uyghur Qurultiyi bayonot e'lon qilib, Germaniyani Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi ovozini yuksaltishga chaqirdi. Dünya Uyghur Qurultiyining mazkur bayonoti Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Germaniya ziyorati harfisida e'lon qilingan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Germaniya hukumati Wang Yining ziyoratidan foydalanib, Uyg'ur krizisini oshkora o'tirg'a qo'yishi, Xitoyning Uyg'urlarga qarata ilib borgan irqiy qirg'inchilikni javobgarlikka tortish kerak ekan. Yana bir tarafdan Federativ Parlament Kishilik huquq komitetining 3 a'zosi Germaniya Tashqi ishlar ministri Maasni ogohlantirib, Xitoyning ishonchli sherik bo'lish aloyidligini yo'qotganligini aytdi. Tashqi ishlar ministri Maasga yozilgan maktubda Germaniya Federativ hukumati bu yig'in fursatidan foydalanib, Uyg'urlar rahimsizlarcha qamalgan jazo lagerlarini taqashni aniq talab qilishga chaqirdi. 3 parlament a'zosi yana Hong Kong masalasini misol qilib, Beijingning harakatining xalqaro qonun mezoniga buzg'unchilik qiladiganligi ko'rsatildi. Maktubda yana hozirgi Xitoy rahbarlari davlat ichi va sirtidagi ishlarga texmo tajovuz qildi. Shunga ishonchli sherik bo'lish salohiyatini yo'qotdi deyildi. Xitoyning TikTok yumshoq detalining Amerika, Kanada, Yangi Zelandiya va Avstraliya nusxalarining Amerika Microsoft va Walmart shirkatlari tomonidan sotib muzokaralari davomlashayotgan bir paytda Xitoy Savdo ministrligi ishlarni ostin-ustin qiladigan bir qadam otdi. Xitoy Savdo ministrligi 12 yildan buyon tunji qatim eksporti cheklangan yoki man'iy qilingan texnikalar tizimligini yangiladi. Mutaxassislarning qarashicha, bu tizimlikka asosan TikTokning setilishi Xitoy hukumatining cheklamasiga uchrashi mumkin. Amerika prezidenti Donald Trump bir qarornoma imzolab, TikTokning Amerikada ishlatilishini chekladi. Lekin Amerika shirkatlarining TikTokni setib olish muzokaralari davomlashayotgan edi. Beijing Xalqaro savdo va iqtisod universitetining savdo professori Suyfanning tunishtirishicha, bu yangi belgilama TikTokning Amerika shirkatiga setilishiga to'sqinlik qilishi mumkin ekan. İsrailiya Baş Ministri Netanyahu öz davlatining diplomatik munosabati bo'lmagan bir qism arab va musulmon davlatlarining rahbarlari bilan nurg'un maxfiy uchrashuvlarni o'tkazganligini aytdi. Isroiliya Baş Ministri Benyamin Netanyahu G'arbiy Quddusdagi Baş Ministr ishxonasida Amerika prezidenti Donald Trumpning maslahatchisi Jared Kushner, Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien va Amerikaning Erondagi alohida vakili Biron Huq qatorliq vakillar o'mikini qabul qildi. Ko'rishishdan keyin Netanyahu, Kushner va O'Brien birlashma axborot e'lon qilish yig'inida Isroiliya bilan Arab birlashma xalifaligi o'tirsida hosil qilingan normallashtirish kelishimiga baho berdi. Xabar qilinishicha, Xitoyning sharqiy janubidagi Fujian o'lkasi atrofidagi Pingtan oralig'i yaqin joyda 14 kishi bor bir baliqchilik kemasi cho'kib ketgan. Dengiz okean qutqizish markazining bildirishicha, bu voqea shu yer vaqti soat 4 da yuz bergan bo'lib, kemadagi 14 kishidan 2si qutqizib olingan, qolgan 12si yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketgan kishilarni izlash davomlashayotgan bo'lib, voqea sababi tekshirilmoqda ekan. Yana bir tarafdan Xitoyning Sanshi o'lkasida 2 qavatlik bir restoranning o'rilib tushishi sababli o'lgan Xitoylarning soni 29 ga yetgan.